men o'lsam mendan keyin nima qoladi degan savolga odam javob topib qo'yish kerak. Har bitta odam men o'lgandan keyin mendan nima qoladi degan savolga javob topib qo'yish kerak. Tiriklik chog'ida yo'q. Imkoniyat borida yo'q. Bu bo'lishi mumkin solih farzand, bu bo'lishi mumkin yozilgan chiroyli insonlarga manfaat tegadigan kitoblar, bu bo'lishi mumkin oddiy daraxtzor, ekinzor, bog' urug'lar, bu bo'lishi mumkin kimlar uchundir manfaat tegadigan bir imoratlar, maktab bo'lishi mumkindir. Bu bo'lishi mumkin o'sha jamiyatga foydasi tegadigan zavod, fabrikalar. Hattoki shunaqangi insonlarni bilaman, qo'l oyog'i ishlamasa ham nimadir qilib shu odamlarga yaxshiligim tegsa deb tinmaydi. O'zida kuch topib, masjidga chiqib, shu yurishi bilan insonlarga yaxshilik ulashadi. Ibrat bo'lib, motivatsiya bo'lib. Men soppa-soqol oyog'im but bo'lib turib, shu boladagi masjidga chiqa olmayapmanmi deb haligi odamlarning insofi, vijdoni uyg'onadi-ku, bu ham bitta xizmatda. Chunki o'zimiz bilmagan holatda yurish turishimiz bilan ham ko'pchilik ibrat bo'lib qolishimiz, ko'pchilikning yaxshiligiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Biz hech lahza o'zimizni hissamizni kichkina sanamasligimiz kerak. Chunki kichik narsalarda katta mo'jizalar yashiringan.